Nima? Sevgili kundaga diledim taka. Bulan yok etdim. Mana 150 verdiydim. Ayağım bir yol bir yıl on etti. 90 etti. 100 etti. Son bir yıl on etti. Qo'zichoq terisi do'stlar 20 ming so'mga narx qo'yapti. Qo'zichoq terisi. Nereden oğlak go'sh? 420 70 ming so'm do'stlar. 1 kilosi. Echki bolasini go'shti 70 ming so'm 1 kilogrammi. Mana do'stlar semiz buqalar narxlari $1100, $1000, $900 atrofida. Do'stlar bu yerda ham yog' narsalar sotiladi. Mana makaron bu 20 ming so'm kilosi. Nereden bu da kilosu? Ha, onu verdim ben. 12? 2200 so'm ekan do'stlar. Sabzini 1 kilosi 2200 so'm. Piyoz nereden? Piyanom 10. Piyoz narxi 2000 so'm do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz Yari TV'ni ko'radigan muxlislar, xush kelibsiz. Hammaga juma yom muborak bo'lsin. Mana bugun kunlardan ham juma kuni bo'ladi, 2025-yil. Bilmadim qancha oktyabr. Mana biz To'qay, ya'ni Afg'onistonning Balx viloyati To'qay qishlog'idagi mol bozoriga keldik do'stlar. Mollar narxi. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Kanalga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Mana sigir, buzoq, qo'y, qo'zi shularning narxini ko'rsatamiz. Mana do'stlar, semiz buqalar narxlari $1100, $1000, $900 atrofida. Shunaqa buqalar sotilyapti. Nima? Sevgili kundaga diledim taka. Bulan yok etdim. Mana 150 verdiydim. Ayağım bir yol bir yıl on etti. 90 etti. 100 etti. Son bir yıl on etti. Qo'zichoq terisi do'stlar 20 ming so'mga narx qo'yapti. Qo'zichoq terisi. Mana şartda Xaldan. Xalle. Xalle. Mana do'stlar, bular 2 yashar buqalar. Narxi $600, $550 atrofida. 100 kilo keladi. Ana do'stlar, bu yerda tovuq go'shtlari ham bor. Tovuq go'shtlari. Armo. Dayam teklama. Nadan go'sht? Go'shak 1 kilosimi? Alaykum assalom, shukrlar. Dayam. Nadan bular? 220 mana. Mana do'stlar, 220 afg'oni deyapti. 220 afg'oni 40 ming. 39 ming so'm atrofida bo'ladi do'stlar. Narxi 1 kilosi. Tovuq go'sht. Bu tomonda ham sotiladi. Bu tomonlarda ham bor. Bu yerda sabzi, piyoz, kartoshka narxlari bor ekan. Armon, assalomu alaykum. Nereden bu da kilosu? Ha, onu verdim ben. 12? 2200 so'm ekan do'stlar. Sabzini 1 kilosi 2200 so'm. Piyoz nereden?
10. Piyoz narxi 2000 so'm do'stlar. 1 kilosi 2000 so'm. Kecha nereden o? Assalomu alaykum. Do'stlar, mana kartoshka narxi. Daya. Kecha nereden? 20. 4000 so'm ekan do'stlar, 4000 so'm. Narxlari. Mana bu ham qishloqdagi bozordagi narx-navolar do'stlar. Olma, mana norinch, kartoshka, piyoz, shunaqa nimalar bor. Boshqa joylarga ham aylanamiz inshaalloh. Go'sht narxlari bor ekan bu yerda. Nereden oğlak go'sht? 420. 70 ming so'm do'stlar, 1 kilosi. Echki bolasini go'shti 70 ming so'm 1 kilogrammi. Mana do'stlar, bu ham bozorning o'rtasi, ya'ni qishloq bozorlari. Meva, hashi, nimalar sotiladi, mana karam, banan, olma, limon kilolari do'stlar. Pomidor nereden? Pomidor 48 ming so'm ekan pomidor kilosi do'stlar. Üzüm nereden? $8200 so'm. Üzüm kilosi 8200 so'm. Bular nereden? Bular kiloga 50 rupiya. 50. 10 ming so'm ekan do'stlar. Mana shunaqa narx bor qishloqda. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turing. Bu ham Afg'onistonning Balx viloyati To'qay qishlog'ining har hafta bo'lib o'tadigan juma bozori do'stlar. Do'stlar, bu yerda ham yog' narsalar sotiladi. Mana makaron. Bu 20 ming so'm kilosi. Bu yerda yog' bor ekan, yog' narxini ko'raylik. Mana bir yog' ola. Mana do'stlar, palma yog'i 60 ming so'm 1 kilogrammi. 60 nima? Bir donasi 60 ming so'm. Mana semechka yog'i bor. Bular narxi 100 ming so'm. 500 afg'on bo'ladi afg'on puliga.